Belgiyskiy parodani bir donasi O'zbekistonga qanchaga kelib tushadi? Poni paket dokumentlari bilan birga. Buni bilishni xohlaysizlarmi? Videoga bir like bosib qo'ying. Belgiyskiy parodani 350 kilogrammisi O'zbekistonga qanchaga keladi? O'zi juda ham ko'p sпрос. 1,5 oydan beri 4 ta Belgiyskiy parodani videosini chiqardik. Hammasi 500 ming prosmotrdan ko'p prosmotr bo'ldi. Shuni ichida kamida 5 ming, 6 ming chista, надежный olaman degan odamlar bor. O'zbekistonga qanchaga keladi? Bilib, videoga bir like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Belgiya, Fransiya, Gollandiya, Belgiyskiy parodani vatanlari shu yer. Bularni Yevropadan olib kelish bizga qanchaga tushadi? Bu videoda bilib olishlaringiz mumkin. Kechagi videoda ko'rdinglar, men sizlarga buni xarakteristikasini tushuntirib berdim, ya'ni kichkinasini. Buzoqchasi tug'ilgan payt qancha bo'ladi? G'unajillari maksimal kilogrammi qancha bo'ladi? Buqalarining maksimal kilogrammi qancha bo'ladi? Juda ham ko'p taxminlar bo'ldi. Akalar, katta 4 oy, 4 yosh, 5 yoshli kerak bo'lsa buqalari 2 tonnadan oshib ketadi. 2 tonnadan oshib ketadi. Shundan bilinglar, bu Belgiyskiy parodani qanaqa go'shtli parod ekanini. 70-80% go'sht beradi bu chista. Hozir biz 65% bersak qona beramiz sementallarda. Bular boshqacha gen. Tak, Yevropadan bularda 1 kilosi $12 atrofida tushadi. Yevropadan. Eng kam kilogram, ya'ni eng kichkinasi 350 kilogram bo'ladi. Undan kichkinasini topish juda qiyin. Sotishmaydi undan kichkinasini. O 4200 dan $4,500 gacha O'zbekiston aeroportiga kelib tushishlari bo'ladi. Eng kam zakaz minimum 15 ta. Bitta, ikkita, 3 ta iloji yo'q, lekin minimum 15 ta bo'lishi kerak. Topishga harakat qilamiz inshaalloh, xudo xohlasa.